Assalomu alaykum azizlar. Mana biz hozir Maydanak, Qashqadaryo viloyatining Maydanak tog'laridan kelganmiz. Yakkabog' tumaniga kiruvchi Yakkabog' tumani hududida Tulporko'l degan ko'l bor ekan. O'sha daraxtzorlarning yuqorisida shunga qarab ketyapmiz. Safarimiz boshlandi. Yakkabog' daryosining boshlanish qismlaridan shu daryodan o'tib hozir tepa bilan chiqib ketamiz. Burada küçük kul var ya, şapkan çıktı. Ana şey zorlu. Zorlab, o'rlab chiqib ketyapmiz. Archalar lekin juda katta gul archalar bor ekan. 3 kishini quchog'iga sig'maydigan archalar bor ekan. Cho'ponlar juda yo'l qilishga harakat qilib kelgan. Mana bunday chiqqanimizda shuni o'zlari uchun foydalanishi yo'l qilishgan ekan. Qo'y mollari haydab yurishgan. Archazorlar. Nerede karşı kimliği? Bu ortada karşı kirgan joylarim bor ekan. Soyning har tomoniga o'tib olishimiz kerak. Sariq. Anlar. Yoksa çobanlardan ma'lum bir darajaga tepaga chiqqandan keyin shuni hali endi Tulporko'lni qidirib shuni daraxtlarni tepasiga bulut tagiga borishimiz kerak. Dam olish uchun to'xtadik. Bulut geçiyor orayı dağlardan. Sen juda bilinar. Manzilimiz o'sha tomonda qayerdadir. Yarim soatda yetib borsak, marra bizak. Ma'lum bir tepalikka chiqqanmizda. Powerboy. Hala. Qorlar var, mana shu oralikda bo'lsa kerak. Mana Qashqadaryoda Tulporko'lga keldik. Sovuq lekin sovqotyapti. Sovqotyapti. Tulporko'lni totdik. Qashqadaryo tog'laridagi
Yashirin ko'l. Alhamdulillah. Tarayama. Mana Tulpor ko'l bo'lsa, Maydanak observatoriyasi va yangi qurilayotgan Maydanak resort bilan bir xil balandlikda turibdi. 2710 metr balandlikda Tulpor ko'l. Mana bu yerda suv bor ekan, mana bu yerda cho'ponlarni joyi bor ekan. Shu joyda topdik. Qo'lli toplar. Yuqorilar. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida joylashgan Tulpor ko'l. Bu hozir bizlar dengiz sathidan 2700 metr balandlikda turibmiz. Bu ko'l qor va yomg'ir suvlaridan hosil bo'lib bo'ladigan ko'l ekan. Kichik, hozirgi kunda kichik bir buloq suvlari qo'shilib turibdi. Hech qanday chiqadigan joyi yo'q. Hozir loyqa turibdi. Shamol bo'lganiga va bu ko'ldan cho'ponlar mollarini sug'orish uchun foydalanishar ekan. Qashqadaryoda kam odam ko'rgan, ochilmagan, ya'ni kashf qilinmagan ko'llardan biri desak ham bo'ladi. Qashqadaryoning ajoyibotlaridan biri. Ajoyib. Kelingizlar, ko'ringizlar, tomosha qilingizlar. Qashqadaryoda ko'pchilik ko'rmagan ko'llardan biri desa bo'ladi. Qoram turibdi ana yerda. Bu tarafdan ko'rinish. Kellar olib qo'y. Ana shu loshib qo'yingchi. Nega o'tib ketgan emas? Ichiga o'tib ketgan. Ichiga o'tib ketgan. Cho'ponlar ovozi eshitildi. Qayerda? Har xil ovozlar qo'shiqmada qo'shib qo'ydingizmi? Gullagan. Chiroyli turibdi. Mana aytganimdek, mana bu Tulpor ko'l. Mana bu tomonda Amir Temur g'ori joylashgan. Bu tomonda Do'konxona qishlog'i va Oshkanda Surxondaryo. Bu tarafda Shaxshor qishlog'i bor. Mana bu yangi qurilayotgan observatoriya. Mana bu tog'ning orqasida Xon taxti degan joy bor. Bo'lak. Shuncha juda kattalar. Chopilgan. Tushib ketyapmiz. Qaytyapmiz. Şurada arqalab tushgan ekan. Toshqin. Suvlar. Yurolmaysan. Qadaylaymiz. Ketasiz. Oldimi? Yürüyün, gittik.
O shashara bor ekan, ketdik. Tolliga borganimizda ovchilar aytishgan. Ovchilik qilgan oldin. Ayiqlar nimalarda işte archalar tagida yashaydi. Tagigacha archa bo'ladi-ku. Pastlarini ham yopib turadi, umuman. O'shanaqa joylarda yashaydi deb aytishgan. Shuning uchun toqqa borganlarda ham ehtiyot bo'laman. Tagigacha yopib turadigan archalar bo'ladi-ku. Katta tagini ham yopib turadi. Bir ikkita katta archalar bor, tagini yopmaydi. Bir ikkita katta archalar bor. Tagini yopib turadi. Endi ayiq bor degan ehtimol bor bo'lsa o'sha tog'da iloji boricha ehtiyotimni qilishga harakat qilaman. Bunaqa deyishgan endi. Amaliyotda ko'rmaganman-ku. Ha. Qaytib kelyapmiz. O'sha tepalikdan bizga chiqyapmiz. Bitta o'to'rlar bor ekan. To'g'ri o'xshagan kapi. Mana bu kartoshka ekilgan ekan. Chilab yo'qligini. Archani qarangizlar, boshqacha. Odatiy archalarga qaraganda boshqacha. Mana endi asta endi bu yerda ikkita kuchuk bor edi. O'shanda o'tib olsak. Mana bizniki kiyaqda kuchuk. Mana kuchukni esladik. Kep boshla. Nariqdagi o'zimiz kuchuklarga kirib oldiga borsak, o'tsak. Yarim kal. Kattaligini qarang. Mana shuni qarangizlar, kattaligi. Uni barcha ko'p ekan qarang. Opang. Bu boshqami deyman, ha? Yakka qaraganda yosh ekan. Bilmayman. Mana bizda bugungi Tulpor ko'lga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Yo'lda ajoyib sharsharani ham ko'rdik. Sizlarga shu joylarga sayohat qilishni tilab qolaman. Ajoyib joylar. Afsuslanmaysizlar.